London shahrida o'qiyman. Yani kecha keldim o'zim. Sizni o'ylab vaqtidan, sog'lig'idan kerak bo'lsa, uyqusidan kechganlarni endi tushunib, katta rahmat aytib, minnatdorchilik bildiraman. Prezentatsiya qilishlardi. Shu yerda o'rganganim juda katta rol o'ynadi. Bu yerda o'rganganman, o'qituvchilar o'rgatyapti, o'zi men bilaman bu narsani. Katta auditoriyada gapirishda kichkina sinfligimizdan o'rgatishadi. Eng plus taraflari, ya'ni siz o'qiyotgan hozirgi universitetingizda plus taraflari qanday? Turklarga keladigan bo'lsak, ularning mentaliteti, pokistonlik, yevropeyslarni kutubxonalarga borib, kimdir qilolmasa unga yordam berib. Bundan tashqari yana 3 ta ZMB bitiruvchisi o'qiyapti, ular bilan ham ko'rishib, gaplashib turibsizlarmi? Lekin kurslarimiz boshqa, alohida kursda o'qiymiz. 9-sinfga qaytib qolganimda yaxshiroq ochiq gap gapiraman. Tilni o'rganishni tavsiya qilardim.